qamlashmagan savoldan birini so'rayman. Ayolingіз, yana yengimiz ancha-muncha yig'lab, xapolaydigan ishlar bormi? Bir dadininki, bir oilaga mas'ul bo'lgan odamniki yurakdan chiqqan gap bo'ldi. Ko'zigim yashab ketdi. Stop! Kilipli bu yerda to'xtadingizmi? Avval yaxshimi, tashqi salomat tutdingizmi? Alhamdulillah. Bu odam bilan ko'rishib qo'ymamsiz? Alhamdulillah azim. Bu ozing tonamsiz? Va tonamay aqasini jibolini to'la ko'yadigan desam. Mal boqamsiz ya? Mal boqamiz. Jut nereden? Jut Qashqar bosgan. Poskamdan. Bosgan. Neft ximiya. Neft chiqdi poskamdan, ha? Neftni to'xtab ketdi hozir. To'xtab ketdi? Sho'purlik qilayotgani qanchalik bo'ldi? Japa tortayotgani? Sho'purlik qila 15 yil bo'ldi. 15 yil bo'ldi, ha. Ammo yuk mashinasi haydagani 3 yil bo'ldi. 3 yil bo'ldi. Shu 15 yil jarayonida, bo'libmi shu 3 yil jarayonida baqaga yo'liq baqdingizmi? Mashina soqishgan tarafda uchrab baqmadik. Yine uchirdik ammo ig'ir ahvoli yo'q. Bir qitim be ta'mirlayotgan. Aşağıda oyunun ilgisi 3 gün bizni solda ölüp mangıl koymay. Boşan Osman tölet birmen desime. Aşina bak avara kıldı. Şu 3 yıl jarayonida siz yığılıqda qiyinchilikli bormi? Yığılıqda qiyinchiliklim bor. Mush oldin qolmuş nima kelgan qo'ljiga. Avat qapsilib qilib. Qayerda qapsilib qoldinglar? Emas, nima to'sib oldi bizni o't ketdi ko'rikda. O't ketgan ko'rikda. Shivurg'an chiqdi. Aşağıda 5 kun yetib ketdik. Yag tushsak shivurg'an zat keyin ishtib Aşağıda düşürmey. Yagi tushib tukas to'nglab qolgandek. Tukas to'nglab qolgan kichsim qo'qab mashina o'tni 1 soat o't oldi deb mashina qilib saqchilamaya keldik o'lar qo'yiblar. O'liq o't oldirib tugab ketdi ekan hech kim. Biraman qo'yliq o't mayni ko'ydirib bo'ldinglarchan. Mayni ko'ydirib bo'ldik. Goloni malim tugutib. Mashina qilib ketdi. Shu kuni ang jiq chapatat qavaqdingizmi? Chapatatqa. Yemek içmek qanaqa qilinglar? Yemek içmekni oshxonada to'xtatdik. Saqchilar aşağıda 2 qitim tomoq etib gapirdi. Haqsiz tomoq berdi. Uydan eng uzoq ayrılgan vaqtingizdan necha kun ayrılib baqdingiz? O'tgan yil Shandonga chiqib 9-oyda. Sizlar yana chiqildigan vaqtimga Shandonga chiqqanda shu joy chiqqan. Turibni aytib qolsaq, bak och qoldi bu yerda. Ba'zi och qoldi, tomoq chiqibgan. Nechilik vaqt ayrildingiz uydan? 28 kun ayrıldim. 28 kun. Uydagilarni ko'rgingiz keldimi? Ay, bola yig'lab deydi. Bizmi bunda shu. Öyle bir poğaçı bir xil jutum bo'lib o'zimiz. Nervim bo'lib, ochig'indigan bo'lib. Ochig'indigan bo'lib, shunda ikkinchi chiqmayman deb turib, yana chiqib turamiz hozir shuni chiqib qolsa. Ha, mashina o'zingiz ag'ami yo? Ag'a. Negasi bor? Ha. Dekinsa 13 ming dekini bor. Dekinsa bak tashlab ketdi hozir. Hozir necha kun bo'ldi uydan ayrılgani? Bugun 8 kun bo'ldi. 8 kun bo'ldi. Ko'rgingiz keldimi bolalarni? Ko'rgim keldi hamda. Ma kasbdan bir tash yutib bir boshqa ish qilaychi, bir qaynoq suv ichib o'tirdim deb o'ylab baqdingizmi? Ay, shu uyga kelsam, ko'nglim suyuchidim, mashinaga chiqsam, lakinga o'yladiganim shu. Yurak uyda qoldi. Birisiga bir ishlasak, xotin bolalarni va ettigan uydan chiqib, kechga kelsak, oylik 2 ming ko'paysimi? Uyda balını qishda turib. Nurg'un odamlar bor. Sho'purlik degan uydan chiqib, shak ko'rdigan, tog' ko'rdigan, jahon ko'rdigan ish deb o'ylaydi. Lekin siz bo'ldi, ashishga qo'y tashitib, uyda bolalar bilan tog' ko'rmay, shak ko'rmay, bolalarimni ko'rib o'tirsam degan arzuni qilyapsiz. Yaxlarning arzusi o'xshamaydi. Hamda qamlashmagan savoldan birini so'rayman. Ayolingiz, yana yengimiz ancha-muncha yig'lab, xapolaydigan ishlar bormi? Qaqshayda hamda o'tirgan ekemizlar. Bir qizim, bir o'g'lim bor meni. Qachon kelsiz deb telefon qilamda. Voy, o'zim menga atishkashlanma bir qizim 3-sinf to'g'ri bekilib o'qirdi. O'zim qo'zlab qo'ysam qachon kelsiz? Yengam telefon qilamda qachon kelsiz? Ayolimga telefon qilib. Bu qitim qachon kelsiz demda. Deydi. Masalan, necha kunda bir qitim telefon qilib shu gapni deydi. Voy, kunda necha qitim telefon kunda necha qitim telefon endi. Ha, mana uydan ayrilib turib topadigan pul dema o. Oson emas-da. Oson emas. Yolg'izman ekansiz a? Inim bor. Mashina bormi? Bor ana shu. Endi mushu munosabatda uydagilaringizga, bolalaringizga, ota-onangizga deydigan gaplaringiz bormi? Bor. Bir davilinga, "Ba 100 turani chaqda, apa dada, men sizlarni bek yaxshi ko'raman, sizlarning xizmatinglarni qilamadim" degan gapni degimiz bor, dalanmaydi ekanmiz-ku. Shunami? Mening ota-onam yo'q deb ketgan. Ha. Ayolim, bir qiz, bir o'g'lim bor. Endi bir gap, bolalar shundan sig'inib ketimiz bir gap bo'g'icha. Ha. Ayolim deydigan yurak so'zib, ayolim jabo chekdinglar. Aile için köp cevap çektiğinler, tiriştiğinler. Sizler de razı. Sizler için ben cevap çekişe razı. Akalarning qo'lingizda ajab ta'sirli gap bo'ldi ya. Bir dadininki, bir oilaga mas'ul bo'lgan odamniki yurakdan chiqqan gap bo'ldi. Ko'zigim yashab ketdi.
Mening va yuragim jig'ig'id qilyapti jumazat. Endi jafolik, ras jafolik hamma sho'pirning dardini tushunib turmas. Rasmida jafolik. Balalaringizning aqlli, sog'lom cho'ng bo'lishini, oilangizning xotirjamlikka to'lishini men chin ko'nglimda umid qilaman, hammamiz umid qilamiz. Balalaringiz mush film balkim ko'rishi mumkin. Ularmi dadam biz uchun jafo tortdi, bizning yaxshi o'qishimiz uchun, oilaningki shundaq turmushning kafolat ega bo'lish uchun, bizni yaxshi turmush uchun jafo chekyapti deb o'ylashi mumkin. Hozir men bir gapim bor. Mana sho'pirlar to'g'riliq. Endi mana sho'pirlik bir sizning do'ylarni butun jiqidan ko'rdik-a. Bir tavsiyalarim hamda. Hozir men jiq bolalar pravosini cho'ngaytib kelishga mashina ilyapti-da. Bunda havas emas, mashina ilib angizga. Mush kasbchisan jafo chidiy olayman. Cho'qim pul topalayman deydigan bir sho'pirlar. Mashina ilishni tavsiya qilaman. Ammo pravoni cho'ngaytiblar ekanizga men ozgina pul bersak bo'ladi-ku mashinada ekanga. To'g'ri. Ozroq pullar qazib qilib oldinligi silab olmasin demoqchiman. 200 ming pulinglar bo'lib qolsa, naq pulingni mashina ilinglar. Anam to'g'ri puling bo'lib qolsa, mashina olmay turinglar sho'pir ustamlar. Bizmi mashina degan qilib chiqib 1 yil bo'ldi. Bir yil pas qilib biz ham silvatimiz endi bilishgan kirishku. Arasida bilmayapmiz ekanizlar. Sho'pirlar hamda bir yetkazib qo'yatganim. Havasga emas, men pul topa olayman deydigan bilan sho'pirlar bo'lsa mashina ilinglar. Bo'ldi. Unda bo'lsa men shu filmni ko'rgan do'stlar, sho'pir do'stlarga ko'proq taqib qo'yinglar, yurakni besib etib, inkaslarning 5 raqamni yo'llaga sho'pir do'stlarga yetkazib qo'yinglar. Qarz ulab mashina ilishning zaruriyati yo'q ekan. Ishingiz o'ngishli bo'lsin. Aman bo'linglar yo'llardijima. Aman bo'ling. Ma'qul. Salomatlar. Ma'qul.